أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في المحافظة على الأعمال. Bu bir babdır. Muhafazat qilish haqida amallarni, ya'ni yaxshi amallarni muhofazat qilish haqidagi mana bab deydi. Ya'ni yaxshi amallarni muhofazat qilishda Qur'on va hadis mana nima deydi? Biz mushning ustida nima qilamiz? To'xtalamiz bu babda deydi. Endi mana İmam Nevevi rahmetullohi alayhiniki Riyadus Salihin degan kitobni o'qiyapmiz. Mana oldingi babdan mana bu yaxshi ishni qilishga qiziq turish to'g'riliq uni bir to'xtaldi. Undan ömrüniki oxiri qolgan vaqt o'zida toza amalni qilish kerak deganidek mush mazmunga to'xtaldi. Undan yaxshi amallarning turli bakjiq yo'li jiq deganning ustida to'xtaldi. Undan bu amal qolgan vaqt o'zida normal babun bil iqtisod fil ibodat. Yani ibadet qolgan vaqt o'zida normal bo'lish. Hadidi chekidan eshib cho'k ketmaslik. Mana o'ziniki amaliy ahvoli qarab, Qur'on hadisda uni nima degan bo'lsa, aynan shuni qilishga cho'k kerak degan mana babda shuni ustida to'xtaldi. Endi yuqorqi babdan bu yilki amallarniki o'zini qilishda chekidan eshib ketmaslik kerak, normal bo'lish kerak deganiga nima chiqdi? Buni biz yaxshi amalni chiqib ketsak bo'lmaydi ekan. Bu o'zimizning kuch yetmagandiki sonda bunda qisami bo'ladi ekan deydigan xato bir tushuncha chiqib qoladi endi. Shu yerisini o'qigan vaqtdagi o'zida unchoq qilib qilsan, farzni ado qilsan bo'ldi bilan yoki vojibni bir amal qilsan tugdi, sunnat qilaman deb unda normal qila, keyin odiki uni qilma deb qilmaydi deydigan mana mushundaq insonlar ko'p bor. Bu hozir mana bu fazol amalniki ustida qilmayotganlikniki asos sababi shu mana mushu. Endi mushu mana bu to'g'riliq bir babda oyat va hadisni akelgandan keyin buni qarab unchoq qilsaqchi bo'lmaydi ekan deb bu yerga osh turdagi insonlarga bir fursat, bir sabab tug'ilib qolgan gap. Tug'ilib qolgandan keyin nima deydi hamda Maidiston? U deganni davomli qiling o ishni. Sizni kuchingiz yetgan narsa qiling, ammo kuchingiz yetmaydigan narsa shu johillik qilib, bir o'rlab, bir pasab qilmay davomli çok qiling. Buni qat'iy qilmang, tashlamang. Yani aslında bir yaxshi amallar bo'lgan bo'lsa, siz davomli Qur'onda borkan, hadisda borkan, mesela salih amallar, fazoil amal deb, mana aslında bo'lgan bo'lsa, siz buni nima deydigan babning o'zida İmam Nevevi buni uchun muhofazat qiling. Mana buni o'zingizga amaliyati orqali qilish orqali mana bu yaxshi amallarni, nafl amallarni, mana farz, vojib, boshqa bo'lgan sunnat amallarni siz nima qiling, uni muhofazat qiling. Onu saklamasanız bo'lmaydi. Muhofazat qilish degan gap o'zi qilish orqali o'zining vujudidan, mana qiliqdan, harakatidan, mana tilidan bütün aloqador bo'lgan hamma narsa chiqarish. Buni qilish bo'ldi, bu saqlash bo'ldi. Men buni qilish kerak, uni saqlash kerak. Yani deb shuna İmam Nevevi rahmetullohi mababni keltirish sababchi shu. Mana oyatga bab qarab Acık amel qilmasak bo'ldi kelmas bo'lmaydi ekan. Chegida eshib ketganmiz, osh qilib qolganmiz deb o'tirib, unda xato tushunib qolgan gap. Endi deydi ekan, yo'q, unda tushunsiz bo'lmaydi. Mana amal fazoil, ya'ni fazoil amallar, yaxshi nafli amallar, nafli ibodatlarning o'zini siz nima qiling, uni davomli qilish uchun odatlaning. Bu deydi. O degan, ya'ni özünüz kılamaydıgan ya şer'iydi bombagan narsa chekida oshirotmang deydi. Bu chekida oshirib yo'q narsa meniki men qilaman deb undaq çok qilmayman. Mana demde Qur'onda aytsa har bir nafl amalniki muayyan bir o'lcham bor. O'lcham bo'lgandiki shu o'lchamni shu betim amal qilishga siz mu'min musulmon bo'lgandiki sizning jannatda amalingizniki jannatga bo'lgan derizi qanday ekanligi nega bog'liq? Mushadiki amal fazoil. Yani fazail amallara ve nefli ibadetlerini, nefli işlerini, muşu hayri ihsan, muşu farz olmayan, muşu işleri şu kılışkı bağlı. Anda o halde şu derecem yok olursanız şu Kur'an hadisi diyen emellerinizi devamlı çok kılışınız çok gerek. Onu saklaşınız gerek, onu emilleştirişiniz çok gerek. Bu emdi.
Mana mushning ustida nima deydi o? To'xtalamiz bu babda deydi. Buni to'g'ri Qur'on va hadis nima deydi? Bu ustida nima qilamiz? To'xtalamiz deydi. Dedi Allah Taala. Bu to'g'ridan. Alam yani lillezine amenu en tahşa kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hak ve la yekunu kellezine utul kitab min qablu fetala aleyhimul amed fekasat kulubuhum. Deb Allah Taala muş ayet çoğu şuna deydi. Nemi deydi Allah Taala? Aya vaqt kelmedi mi? Anda bir kişiler üçün ki iman etti. Men mu'min imanım ba degan kişiler üçün vaqt yetib kelmedi mi? Nemiga? Şununki huşu oğay ulanıki kalbi Allah'ın zikriga. Men Allah'ın zikr qilish uchun, men Allah'ın zikr qilib, muşunda kalbi yumshab, muşunda nay yumshaqib, davomli yaxshi ibodatni qilganga endi vaqt kelmedi. İman bo'lgan, iman va kishilarga deydi. İman et bo'lganiga ishim tugidi, parzamanlik demay, endi Allah'ınki zikrini qilish orqali, nafs ibodat va qilish orqali meni qalbi irib, yumshab, men mush ishni qilganga endi vaqt kelmedi. Kaçalık kılır bu fazlayla Allah'ını deydi. Vena anda bilmez ki düştü o neyse hak taraftan. Mene o düşken neyse mi deyin? Hak'tan edin. Mene Allah'ın zikir kılış hak taraftan düşken neyse mi de Kur'an. Yani hak'tan ibaret olan neyse şudur. Mene bu Kur'an'ı okuş, Allah'ın zikir kılış için onların kalbi irip, mene yumuşaydıgan bir vakit hem müminlerin vakti kelmedi mi? Ana o neyim için nafs ibadetini, neyim için musab, muşundak sünnet, muşundak fazail amallarınki üzerine hayır ihsan, perz vacibtin gayr oğa işler neyim için kılmaydı? Endi kelmedi mi bulağa? Ve la yekunu kellezine utul kitab. Yine kelmedi mi mümin boğan kişilerge, men mümin imanın var degan kişilerge, şu ki bombagaylar ular, ellezi utul kitab. Min qabl. Buniki aldıda kitap keltügen kişilerge o'xshash bo'lmasib ulağı endi vaqti yetib kelmedi mi? Ha buruğu hem imaniyetimiz deb nayt nima vaqt o nayt elaki ahval çatak şundak elaki kafirlar tutması şundan zulm qildigan şuna bir aciz vaqt. O canınızda vay kafir turib qalsa şekli tarafdan ama aql desahmi? Desimi? Endi hozir rasmiy kushundiq bulan men mu'min degan qanday bo'ldi, kafir degan qanday bo'ldi degan ish oldi. Anda o ahli kitobga qanday bo'ldi degan ish oldi. Hozir endi iymon rasmiy kuchlangan ekan, men iymonga loyiq bo'lgan ularga do'rimaydigan, ularning qiliq harakati do'rimaydigan bir vaqt kelmadi ularga. Qanday bo'lgan bular? Ahli kitob. Mana uzun bo'lgan edi bu ahli kitobga nima amad, zaman. Zaman uzrab, uzun ömür körüp, meni ağıl muştaq kirip, muşundaq qandikin ulaniki kalbi nibib ketken, qasabat besib ketken. Ya ketib ketken, Kur'an, ulaniki düşken İncil, Tevrat'ı şunda o'qib basmi, mit qilmay, men muşundaq halati çekil eşip, buniki kalbi taştın, hatta ki Peygamber ayet edegandek, taştımı qattiq irmaydigan holat kelib qolgan. Meni muşundaq bo'lib ketken, men muşunuga o'xshamaydigan bir holat mu'min bo'lgan. Men mu'min deb iymonim bor deb, mening vujudimda iymonim bor deyotgan er ayol cho'ng kishilarga endi hozir vaqt kelmadimi? Deb Alloh taolo bu oyatni cho mushtaq deydi. Unda o'zikin nima degan gap bu? Farz amallarni zot iymon etgan nima u iymon etgansa farz amallarni qilib zot namoz o'qiydi, zakat berdi, u farz. O imanın içindeki emellerinin katarıdır. Ama onundan başka emellerini nima qildi Allah Taala. Endi bunu qilmamdi. Nima uchun qilmaydi degan gapning o'zidan bu yerda fazail amallarni, nafli ibodatlarni, nafli yaxshi bo'lgan, men farz, vojib bo'lmagan ishlarni siz nima qilinglar endi vaqtin keldi, iymonning taqozo qiladi, buni qilinglar deydi. Bu oyatda nima deb qoldi Allah Taala? Ya'ni yaxshi amallarni qilishga men shu savob bo'ladigan, savobi ziyoda bo'ladigan farz vojibdan iborat g'ayri bo'lgan ashtaq amallarni qilish shu buyuryapti. Unda onu bu amallarni qilishimiz kerak ekan, davomli men qilishimiz kerak. Bo'lib hozir davrda namoz o'qib bo'ldi deb ishchangizlik qilib, o zakat verdim va ro'za tutdim, shu ishim tugadi deb nafl ibodati qabul qilinmaydigan. Bunda ishlar hozir umumiyga o'chib ketdi. Bu asl İslam dinimizdeki muşu nafl ibadatlarning o'zi zikr, tasbih va undan boshqa ibodat. Men asosan bu farz amallar o'zing vazifamizni ado qildik zaten. Unindagi qalbimizni, ruhiyatimizni, mana bu
bizniki muşu maneviyatimizni beyitish va uni pokizlash, uni taraqqiy qildirish, uni oliy maqomga yetkazish uchun u nima bilan bo'ladi? Farz vojibni zot qilamiz, u boshqa. U faqat nima bilan bo'ladi? Nafli ibodatlar bilan bo'ladi. Fazoil amallarni qilish bilan bo'ladi. Men mushlik qilish orqali ana hadis qudusiyda dedi. Payg'ambar Allohdan rivoyat qilib, "Menga al bandalar nima bilan yiqilishadi?" Nafli ibodat bilan dedi. Nafli ibodatni qilish orqali menga yiqilishib, hatto ko'zi olaman, qo'li olaman mushtaq dedi. Ammo farz bo'lgan narsani amal qilishni men uni pek rozi bo'laman dedi. U tugidi. Uni degan mantaqim yaqinlashsa nafli ibodatni qilsin degan gap. Unda olgan ekan adamniki bo'libmi ahli ilminiki o'zi zikr tasbihdan iborat bo'lgan Qur'oni Karim hadisi Rasululloh degan. Mushu nafli ibodatni qattiq qo'lni bermay qilib turish kerak. Mana tilimiz deb qasib aqlimizda davomli fikr qilib, o'ylab, tafakkur qilib turishimiz kerak. Qur'on hadis oyatmiş neyse. Mana davomli yaxshilik qilib turishimiz, Alloh deb turishimiz, zikr qo'limizda tasbih tushmasi kerak. Bu bir sababchi. Qo'limizda tasbih bo'lgandan keyin, bunda qanday ki qo'limiz bir narsa digida tilimizga shuni subhanalloh Alloh desamiz deb kiradi. Buning nojiq foydasi bor. Bu zikr tasbihniki foydasini qilmagan odam bilmaydi. Bunu qilgan odamning o'zi buniki oldiga o'tadigan hech qanday bir lazzat yo'q. Shoma shu burunqi zohid, abid, avvablarning o'zi, men avliyolarning o'zi, men kechmi kunduz bir yerda qo'zg'almay davomli zikr tasbihlar o'tishning o'zi shu orqali butun lazzatning hammasi shuni topgan gap. Hozir shu bular hayron qolib bundoq narsa bo'lamdi deb. Chunki hozirgi insonlarniki iymoniy tarafdan bu azroq qayib ketgan gap. Shuna bizga nisbatan bo'libmi ahli ilmi deyotgan, mushu dinda o'qigan kishilarga nisbatan zikr tasbih bek muhim. Buni davomli o'qib turish kerak. Mana Qur'onni o'qisak bo'ladi. Mana uni boshqa payg'ambar sallallohu degan zikr tasbih berketgan narsa va subhanalloh alhamdulillah la havla va la quwwata subhanalloh bihamdi deganidek ashunda payg'ambar sallallohu durt yo'llash degan nochiq savob. Men mushni davomli tilimizga odatlantirish kerak. Bu orqali andiki bizga buni qilsak ruhimiz pokizlangandan keyin u chog'da ichki singandan keyin bizni haq gap qilsakmi, u chog'imizda gapimiz rasmiy ta'sir qildi, u gap mana yurakdan chiqadi. Pakiz yerden. Ama unda qilmagan van so'zgan bilan har kim qotgan xalqni qo'liqqa hech qanday tabliğ ta'sir qilmasligi shu. Bu tabliğniki bu gapniki ta'sir qilmasin o'zi, dunyoviy ilm bo'lgan bo'lsa, fanniy ilm bo'lsa, mayli u ta'sir qiladi. Ammo diniy ilm o'ning ilmi o'xshamaydi. Bu Alloh taolo tarafidan kelgan ilm bo'lgandan keyin şu ilimniki o'zi Alloh tarafidan kelgan ilm bo'lib pokiz bo'lish kerak. Bu kelgan demakchi bo'lgan odamniki badani, mana butun harakatlarniki hammasi mana nima bo'lish kerak? Pokizcha bo'lish kerak. Oylan dedi Allah Teala وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Deydi Allah Teala ayette biz akıdın ergeçtirdik biz İsa ibn Meryem'ni. Yani Meryem Aleyhisselam'ın oğlu olan İsa Aleyhisselatü Vesselam'ni mana Musa Aleyhisselatü Vesselam'dan keyin ergeçtirip şu ekeldik. Ve keltirdik biz şu İsa Aleyhisselam'a İncil'ni şu keltirdik. İncil'ni düşürdük. Kıldık biz mana İsa Aleyhisselam'a ergeçken kişilerin kalbiden ra'fat, mehribanlık, rahmet müştakçı kıldık. Yani Hristiyanlarınki kalbiden ayet asasen bunun kalbi yumuşak. O Yahudilerden unçulaklar, o yürü kattık, naçar, unda eden emez.
ehli kitaplar ve Hristiyanlar. Eski Hristiyanların kalbi daha yumuşak. Şoň bununki nemesi de Yahudiler o da eski emas. Mene ve rahiplikni kıldık. Ve rahiplik kıldık ki bu rahiplikni özü neme kılgan, öz icad kılgan idi ki biz ularni mene bu rahiplikni ularga neme kılmagan edik, perz kılmagan edik. Perz kılmagan rahiplarni ular neme kıldı, ular icad kıldı. Ama kalbi nemette kalbinin özüge mehribonlik, yumshoqlik, bir-biriga rahim qiladigan mushta bir narsa qildik. Lekin ular o'z tarafdan biz uni bak etmagan, tushunmagan bir royiblikni uni nima qildi, ular paydo qildi. U paydo qildi. Illabtigha ridvanillah. Men buni paydo qilish nima uchun qildi bular? Allohniki rizoligini uchun, mana Allohning rizoligini talab qilib qildi. Alloh rozi bo'lamdiki butun dunyodan uzib mehribon qalb ochta qo'ygan ekan, bütün dünyanın lezzetli işlerini acın üzüp, ayrım bir yer yasap, çirkav yasap, mescid yasap, aşı ona ibadet kıldığı bir iş yok gitti. Bu gitti ki şunu ona ne kıldı ola? Men bu rahiplikniki, rahipimizken, rahip kılışniki hakkını doğru bir şekilde çoğu rahip bulamadı. Rahip bulamay o rahipin buzup, onu diken bu yıllık doğru olmayan bir şeyini üzüp, bekitip, peyda kılıp, onu diken bu her xil xurafat, her qandaq yılqı, mana bu İncil'de yok, yoki Allah Taala tarafından düşürülmegen bir narsa özünü bu İncil'de bekitip, men muşta işlarni ço qancha bo'ldi bula deydi. Anda oğandikin, mana bu oyatdagi özüde bu rahiplikten ibaret bo'lgan narsadagi özü bu rahiplik deganimizdan gap, farz, vacip ibadetni normal jurib qilisi bu qilsa bo'laverdi. Ammo ma yılık rahiplikniki özü bu fazail amallarni qilish orqali men jamiyatin ayrılib bu nim bo'lgan gap bu. Men ibadet qilichu o'tadigan gap. Men abid, avvab, zohid, mushtaqchu bo'laman ham avliyo bo'laman deb. Men bunda bo'lgandiki buni qarta bu rahiplik islom dinimizda. Ammo bu rahiplikniki o'zi rahiplik shaklida rasmiy uni rahipchu u yaxshi. Ammo uni rahip qilamizchu u yaxshi emas. Anda o'g'andikin bu ne bilen buluduğunu perz bilen vacip emellerini başkası kılıç bilen buluduğun gap. Anda o vakit bizdeki aldığımız ötken, muşu Hristiyanlığı mı Allah Teala muşta deptiken anda o vakit İslam dinimizdi mi? Ben bu rahiplik buluştaki üzerine ben pezail ameller bilen buludum. Anda o vakit Kur'an bilen yedisi değilken pezail amellerinin üzerine sıra qamsah mı buludu? O muhim emas. Demek sen onu nima qilinglar? Haqiqiy bir ravishda rioya qilib, men amal qilib, o'zingizning nafsi va o'zingizning iymonini va e'tiqodini shu orqali mudofaa qilib qo'g'dab, men pokizlanglar deydi. Endi bu nima bilan? Yine yaxshi amallar, a'mal fazoillar bilan bo'ladi. Yine dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ أَزْدَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاسًا dedi. Bu mağla, ey nemeler, müminler, anda bir ayalı ki, ayal okşaş bu qamanlı ki, mene çoğuydu bu ayal yüzdeki iyirgen. Jipide neme koludu, çoğuydu. Neme deyken, taz kuşlargan deyken, taz çıngıtep, taz jipni iyi girip aşı resmi jip bir alet ekleyen deyken onun imkatıdı onun buzvadıdı nemi kan alette enkaz kan alette nemi konudu uçan üzden ben onun nemi konudu buzudu yani yiyişip onu ben yeşken halette onu şu buzvadıdı nekese deydi o yani nekes diyen yani buzvattı diyen gap yiyişip onu ben onu yiyişip buzvadıdı bunda bir işlik kılgan alet şu buqqamanla diye dedi Allah bu ayette deydi bu ayet. Endi bu yerda sebebi nuzuldan bu bir ayal vaqti Mekke'deki üzerinde muşundaq jip igirip jipni çigip aşındaq hemmini toqup aşdaq bo'lgandan unundan bu ayal apır beka buzup çukup aşdaq qildi ekan. O'saqada bir holat bor ekan. Şunu ishni Alloh taolo mu'minlarga xitob qilib mushta ishni qilib qolmanglar. Bunda bir ishni qilib qolmanglar degan. Deyiş için, uqtirish için özünü qilayotgan amalni mana buzmay, uni davomli shubbatim yana qan bo'lgan voyaga yetkazgan bo'lgan, voyaga yetkazib, uni saqlab qolish uchun nima qilgan uniga Alloh buyurgan degani uchun demakchi deydi. Ya'ni demak, mushunda ayollar o'xshash olmaligini siz bir amal qilib qolsanglar, mayli farz bo'lsin, mayli vojib bo'lsin, bo'libmi? Farz vojib qat'iy buzishga bo'lmaydi-ku. Unidan boshqa bo'lgan
amal hayrat, yani yaxshi amallar, men nafli ibodat, mushu sunnat va hokazo amallarni o'zi qilib qolsanmi, men u Qur'on hadis uchun bekitildi. Bekitilgandiki siz uni qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, uni qilishing kerak. Uni qilmasam bo'ladi deb, o'sha yaqib qolgan bo'lsa, va yoki qilishga imkon bor, sharoit bor. O'shaningizda qilgandek bo'ladi. Unda bu ishni o'shaningizda qilmasam bo'ladi deb, o'shaningizda buni buzib, uni qilmay undaq holat qilsangiz uchun bo'lmaydi. Demakçimdi. Unda olan için siz fezail amallarınki üzerine, nefli ibadetlerindeki üzerine, nefli işlerindeki üzerine mene kısınız, onu herkes ne mukman, onu buzman. O diyen nefli ibadet, işinin bulmaydı o. Demek, onun için o resmi toluk bir şekilde toluk ada kılın, muhafazat kılın deyik. Yine dedi Allah Teala, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْيَقِينَ. İbadet kılgın, hey Adem, senin Rabbinke hatta ki sana can, ölüm gelişiri. Men ölüm kelgen kadar nima qil? Allohga nima qil? Ibodat qil. Zaten mu'min musulmon bo'lgan odam iymon etgandan keyin farz bo'lgan, vojib bo'lgan amallarni zodi qiladi. Buning nima yo'q. Endi bu yerda deyotgani, sen aniq bo'lgan ishni qil degan gapning o'zi nimasi yo'q, foydasi yo'q. Bu yerda deydi bu Imom Navoiy, farz vojib bo'lgan amalni qilib bo'lgandan keyin sunnat va mustahab amallar bor. Şu emellerin üzerine sen ölgen kadar bunu için davamlaştı. Kınmayman, akamisam oldu diye işini çık kınma. Diyen gep oldu bu ayeti şu mezmun çıkıyordu, devadı demdi. Yani devadı ki, ben muşu ayetlerine asasen, nefle ibadetlerini, pezail amallarını, benim mustahab, nefle, sünnet değil vatkan, vacip perzim başka, ben muşu emellerini kılışımız naait nemiken, ben yukarı okulga ayetke asasen muhimken. Mene biz onu şu qilmasaqmi bo'ladi, unda demak. Mene shu yo'llar jiq bo'lgandiki, yaxshi ibodatlarni qilish, yaxshi ishlarni qiladigan, ham chekidan oshirib atmay. Men o'zimiz sharoiti, o'zimizga amaliyati, rayonning amaliyatiga qarab, davomli nafl ibodatlarni qilishimiz kerak ekan, qilib cho'tirishimiz kerak ekan. Nafl ibodat ishni bo'lmaydi, qilmasaqmi, farz qanday ekan demak. Mene u nafl ibodatni davomli meni bekatgandan keyin Peygamber sallallahu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kıptırışımız gerekli. Ayet muşul bildirdi. Ama yedisi gelsek. Ayette bir kança ayet buldu. Ama yedisi gelsek birinci hadis. Yani şu hadisi Katar'dan Ayşe radıyallahu ta'ala'nın ki hadisi. Değil mi? Yukarıda ütüp ketken. Ve berti dinninki en suyumlirağı. Yani dini ibadetninki, men ibadetninki en suyumligi Allah Peygamber sallallahu madava sahibi ali. Madami ki şu emelninki ilgisi şu emelge nima qilsa davomlashtirsa. Mana şu emelninki o'zi mu'min bir amal qilgan bo'lsa, nafli ibodat, mana sunnat va hokazo amallarning o'zini şu amalning o'zini davomlashtirgan bo'lsa, bu davomlashtirgan amalning o'zi ya Allohga en nimadir? İlahinin zimri Allah'a ya Peygamber sallallahu. Yani Allah'ın nimadir? Besuyumluktur. O bir ülgüçe itikad tutup getip, hissiyat tutup, bir ahlı kırıp, keçiş okulmay, kırıp anıdaki taş vatadan. Bir bundak emellerindeki üzeri neyme kılmaydı? Allah'a çok kabul çok kılmaydı. Onu yaxşı görmeydi. Ama şu emel meyil az olsa mı? Başka edis kasarsa vayin kaller. Az devamlı kıp durduğun emellerindeki üzeri neyme kıldı? Allah'a bunu çok yaxşı çok kördü deydemdi. Ve cezmen ütüp ketken dedi. Mene bu hadis men babda bu babның aldığınkı babıdan turukul nima yani yaxşı amellerindeki yolu jiq degan babda nima qildi ütüp ketdi aldığınkı bablardan. Şu yerda şu ba deydi. Endi ikkinchi hadis. Ömer ibn Hattab radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet qilindi. Dedi Ömer. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamiki uxlab qolgan bo'lsa o adam o'zniki shu hizbedin. Yani o'zniki shu kechidagi bo'lgan hizbedin. Kechida o'qilgan muayyan bir vazifasi bor ekan. Shu vazifadan nima qilibdi o adam? Meni uxlab qolibdi. Yoki şu kechida o'qilgan şu kechida bir şey ya hizbedin bo'lgan bir şey. Hamma emas, ya azroq, ya 3'te 1'ini unutib qilibdi o adam, uni qilama uxlab qolibdi. Uxlab qolgan bo'lsa, mana uningdagi bu adam shu unutib qolgan shu narsani o'zini o'qibdi. Anda bir vaqtdagi bomdod namozida peshin namozidagi oralig'ida nima qilibdi o adam o'qibdi.
Uqan bolsa uçanlık üzere men yazılıdı şu adamga go'yoki o adam go'yoki o'qidi o adam kechida o'qidi. Mana kunduzi o'qisimi men ap perishtaning o'zi men kechasi qo'pib 3 dan 1 tundan keyin mushtaq o'qidi deb nima qiladi? Yazılıdı deb mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqchu degandi. Men bu hadisni İmam Müslim rahmetullah alayh nima qilgan rivoyatchi o'qigan. Endi bu yerda hizb deydi. Hizb degan narsa jamoat degan gap bo'lim. Jamoat degan gap bo'ladi. Hozirgi yangi zamon bo'yicha uni bir yanaqa parti deydi-g'anda. Partimi bir büyük adam o'zining bir ideologiyasiga asosan bir yerga kelgan insonlarning o'zi bu nima hizb deb ataladi. Yani parti degan shu. Bu odamning hizbi degan kechida o'qigan muayyan bir odamning vazifasi bor ekan. Mesela Kur'an okuyman, ya mançılık okuyman, ya andan okuyman deb. Onu nima deydi onu? Hizb, şu ahzab deb muashtaq deydi. Men bu adam vazif qildi. Vazif qilgan Kur'an okuyman deb, o'sha bu adam uxlab ketdi-da, uxlab qolgan bo'lsa, buni tong atgandan keyin shu peshingichik oraliqda shu vaqtda o'qisa, bu adam kechasi o'qidi deb nima qiladi? Savob berildi degan ekan. Anda o'g'ankin shu qilmoqchi bo'lgan, etmoqchi bo'lgan nafl ibodatni o'zi shu vaqt qilamisiz? Boshqa vaqtimiz nima qilib uni tashlab, vaqt o'tib ketdi, nafl bo'lgandan demak, uning uchun shu vaqt shu o'qi deydi. Ya'ni shu amalni muhofazat qilish nima shundoq muhim deydi. Endi u odam unda vazifasi yo'q. Endi u tushkicha uchada o bir ibodat, uningda savob bo'lmaydi endi. O ya namoz o'qisa, uchani chashvaq namoz bo'ladi, boshqa bir namoz bo'ladi endi. Abdullah ibn Ömer ibn As radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı dedi Abdullah. Dedi men için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hey Abdullah, bu qamığınsa palan adam o'xshashib qama. Qandaqsa birdi bu adam turdi ketsi. Ketsi o'rtirib namoz o'qiyman, tahajjud o'qiyman, ibodat qilmada boshlab turdi. Onidiki bu adam kechida qo'pishning o'zini tark etyapti. Uni qo'pmayda olib qoldi. Bunda qilma. Sen kechida qilaman deb niyat qilib boshlagandan keyin boshladingmi, davomlashtir bu ishni. Agar qilamagan bo'lsa boshqa qilma. Ammo qilib qo'yibsan, kechida qo'pish ishini amallashtirib o'zim qilaman degandan keyin va'da qilding, o'chan o'zida bu ko'ngling rasmi uni amin tepib meni vaqtim bo'ldi qildim. Qilgandan keyin kechida qilishda davomli o'lgich bo'lgandan keyin sana nisbatan o'lgichlik mush ishni qil dedi. U amalni tashlab etib, ko'ring yo'q. Unda bo'lsa bo'lmaydi. Mushunda muhofazat qil bu ishni degandi deydi. Yana Ayşe radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Ayşe. Berti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qachoniki fotib ketsa, shu payg'ambarning namoz kechida o'qigan namoz fotib ketibdi. Masalan, og'riqdan yo og'riqniki boshqasidan. Payg'ambar kechida o'qiyamabdi. Masalan, qo'p o'qiyamagan bo'lsa, o'qiydi payg'ambar kunduzda 12 rakat o'qiydi. Dedi deydi. Onda o ekan, mana kechida payg'ambar balkim qo'pamay 12 rakat o'qiydigan bo'lishi mumkin. Bu maxsus vitrdan boshqa bir namoz. Endi vitrlar bo'lgan vaqtda boshqa rivoyatga asosan eng oxirida o'qib, shu azon chiqadigan vaqtning o'zida, andek o'qib bo'lgandan azroq yotdi, undagi bomdodga chiqdi. Bu hadis bor. Buni asosan payg'ambar qaragan chog'ida 12 rakat kechida nafl namozni o'qiydigan. Chunki payg'ambar nafl namozni o'qishni tahajjud u farz. Payg'ambar men mushundoq farz bo'lgandan keyin o'shdacha o'qiydi. Men mushundoq bo'lgan bo'lsa, o'chaningizda men uni payg'ambar o'z qazosi qilgan bo'ldi. O'chaningizda payg'ambar mushundoq ahamiyatli berdi bu namozga deydi. Unda bo'lgan ekan, haqiqatingizmi men mo'min musulmon deganda kechida ashdoq namoz o'qiyman, men ashdoq qilaman desangiz, o'chaningizda uxlab qolib, ish bo'lib ashdoq qilamisiz, kunduz qilsangizmi bo'ldi, uni o'qing deydi. Bo'lib bu kechida o'qiydigan namozning o'zi ajoyib foydali. Her kandak adamninki gunoyi mag'firat bo'lib, men duosi icabet. Yani duosi icabet degan gapning o'zi yine şartlik. Yani şu haram yemesi kerak, kişinin hakkını yuvamasi kerak, gunoh ma'siyat qilmagan pokiz adam bo'lsa, aniga qabul qiladi. Bo'lmasa xalqning haqqini yeb, o'g'irlab, aldab, go'llab, aniga har xil haram narsa pul tepib, aniga kesib bor, foydasi yo'q, qabul qilmaydi. Innalloh tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Endi babun fil emri bil muhafazati ala sünneti ve adabiha. Bu bir babdır. Buyruk
haqqidagi muhofazat qilishga buyruq qilish haqidagi bobdir nimaga? Sunnatga muhofazat qilish, sunnatni davomli qo'g'dash va sunnatniki odoblarniki ustida davomli muhofazat qilish, ya'ni sunnatniki odoblariga nima qilish, uni qo'g'dash. Men mushuning ustida kelgan nimalar bor? Buyruq bor. Mushu buyruqning ustida biz hozir nima qilamiz? Bu yerda mababda to'xtalamiz deydi. Fil amri degan buyruq degan gap al muhofazat, ana muhofazat qilishga qo'g'dash degan gap. Men ala sunnatga, sunnatni qo'g'dash, sunnatning odoblari bor. Sunnat nima? Sunnat amal, sunnat ibodat. Bu andaki sunnatning odoblari sunnati deyilgan odob, axloq, men so'zida, harakatida, qalbida, so'zida hamma narsa nima bo'lish, axloq bo'lish. Buni payg'ambar o'zining so'zi orqali nima qilgan uni degan. Men sunnat orqali nima bo'ldi? Sabit bo'ldi. Unda o'g'an ekan, shuni nima qilish kerak? Mushundan muhofazat qilishda buyruq var Allohdan. Ham shunda payg'ambarning sunnatini qo'g'dash, shu sunnatni o'zini muhofazat qilishda har qanday mu'min musulmonga nisbatan gardiniga nima o? Farz, ya'ni buyruq. Buni çok qilmas shu bo'lmaydi. Biz mushning ustida nima qilamiz? To'xtalamiz deydi. Endi bu yerda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki sunnatiniki o'zini muhofazat qilish har bir mu'min musulmonga nisbatan o farz. Bu Qur'oni Karim buyurilgan. Qur'oni Karim bir qancha oyat va tuvanda o'qiladi. Shu oyatning o'zidan o bekitiladi. Endi Peygamber sallamniki o'zi sunnati orqali bekitgan nima odob, axloq bor. Men bu odob, axloqni har qanday mu'min musulmon degan odamning o'zidagi butkul faoliyat harakati bu bo'lish kerak. Onidiki buning bo'lgan bo'ladi, sunnatni qo'g'dagan bo'ladi. Uçan o'zida sunnatni o odam o yerga yolg'on gap qilsa, xahni aldisa, kazzoblik qilsa, xahni mushuna go'ldisa, tillisa, g'aybat shikoyat qilsa, men bo'xton chapsa, qor chaplisa, kishining haqqini yevasa, urushsa, talassa, mushundaq azor versa bir mu'min musulmonga bu odamning o'zi men haqoqatchi boshqa bir qiyofat bilyas kiyish orqali men sunnatga yaxshi ko'rgan, men sunnatni yaxshi ko'raman, men sunnat bo'yicha amal qilaman deb o'zi foyda kelgan yerni tutib, o narsa qoldirib qo'ysa bu odam sunnatga amal qilgan bo'lamdi. Mening mushu ishniki o'zi bizniki rayonlarimiz va Uyg'urlarning ichida umumiylik nima o evjab ketgan bir ish. Uniki sunnat yoki farz amal deb ma'lum bir tarafini o'zini ching tutib olib, uning boshqasi yo'q. Başkası değil, onun aksi. Yani mümin, Müslüman buğa adam özü qilmaydigan qiliqni qiladi. Şunun içinde. Ama şekli tarafdan bazı bir tarafni tutup, ben Müslümanda haq gösterip, özünü işte aldaş, xalqni aldaş orqali mushundaq dinniki o'zini kasb odat qiladigan mushta ishlar çok bu. Bu nima o tahrib, bu ig'ir darajada günahkar oldu. Men mushundaq ahvollar bo'lganligi uchun bizniki ahvolimiz va bizning kunimiz men mush holatga çok kelib qolganlik qildi. Meni bu. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki sunnati, İslam dinimizdeki asas kanun manbai qancha ikki. Birisi Kur'an, yeni birisi nima? Sünnet. Bu ikkisi nima qo'shkezak. Mana bu beden bilan nima ruhga o'xshaydi. Mana Qur'oni Karim ruh. Ma Peygamber sünnet nima? Beden, madde yani dünyadaki nima ko'rinishi. Ana o'aniki bu ikkisi asas kanun manba. Onunla birlikte chiqadi andaki icma va qiyas. Yine bazı alimler onun bir qancha mursala, maslahat mursala deydi, yine başka bir narsa qo'shadi. Yani asasen bu nima? Ikki. Ikkiniki ichidan. Mesela icmaniki o'zim ikki asoslanadi. Agar icma qildik deb, o'chalimiz Qur'on yelsin ro'yiga asosan bir odam icma qilgan bo'lsa, mana zid bo'lgan narsa icma bo'lmaydi, uni amal qilish bo'lmaydi, harom. Shuningdek, mana Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki mana Qur'on hadisga asosan, Peygamber hadisga asosan qiyos bo'lmagan bo'lsa, yani Qur'on hadisdagi asos bir hukm elib shuni o'xshatib o'lmalarimiz hukm qon chiqargan hukm shuni o'xshash bo'lmagan bo'lsa, uni tayinib bo'lmagan bo'lsa, u haqqan chiqargan hukm nima u batil. U to'g'ri emas. Mana bu islom dinimiz uchun bu. Endi hadisdagi islom dinimiz ro'yina nima o'rnida aytmak muhim. Hozirgi kundagi chunki islom dinimizda bu amallarning ko'pin seni bilan bo'ladi, sünnet bilan sabit. İslam dinimizdeki asası çok amellerindeki asası yani baş yani mevzu ise
yani temisi Kur'an'da var. Onunki teferruat, yani onunki emeli ya da emeli şundak her xil köşüşlük üze, her xil mana onu evvel kılışlık üze nimede o yedisi belki tutuldu. Bu mümin Müslümanlarındaki emelleri, İslam dinindeki emeli ehmalının küpüncüsü yedisi sabitlanılan. Yedisi belirtilgen boğandaki 70-80% etrafındaki emeller yedisi çok var. Yedisi peygamber yedisi arkalık sabit olgan. Hem de bu yedisi öş oluşluk üzü. Yani bu neç kata değildi. Bu İslam dinine öş oluşluk muşum. Yüz belki tutuldu. Bu pasik, bu münafıklarınki. Çünkü ulan ben Müslüman devasıma bir yerden o Kur'an yedisi ve Kur'an'ı ray kılmaydıgan. Yüzdeki nefs boyunca nimet şunu kıldığı adamların işi bu. Hem cahil, hem garazlik, hem suikast. Şu arkalık Müslümanlarına yedisin ağrıvazsan, onu ki jaraqlaştırmasam o bir pasık oldu ben oxşaş deydim. Ben dözak kirmen oxşaş dözak bir kirsek deydim. Ben bu məqsədini çok kıldım. Şununla birlikte bunu ahir verip ben dinden emmidi çıkırdığım gibi. Bunun məqsədi pek yaman. Ya okumaya kep kalıdı ya ki bu İslam dininin düşmanları tartışmaya cık olğan diken her tarafını düşmanla kılıdı hem de. Bulutma hazır devrin özüde aqlaniyetçilikten ibaret olğan. Men bu bizge asasen Kur'an yedido. Yedisine işimiz yok devatkan. Men kişilerindeki ahvalına qarab baxsam, men aynen muştaq çıkıdı. Men bu doğrudan Allah Teala mundaq dedi. Ve tama atakumur rasulu fahuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu dedi. Ve anda bilinmesi ki silige Peygamber keltügen nersi olgan bolsa onu nima qilinglar tutunglar. Ve anda bilinmesi ki sizin o nersi toskan bolsa bu peygamber onu duchu yeninglar deydi. Endi xo'sh bu nima? Bu Kur'an-ı Kerim'de biz Kur'an-ı Kerim yetido. Biz Kur'ançılar. Kur'an neyimiz bu şu kılımız. Bu yedisiyle işimiz yok. Bu yedisi ergiş bulmaydı yok. O andakta mandaktı vatkan kişiler bu nima? Ma ayet Kur'an emas ma? Kur'an. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mi ne? Peygamber ekelgen nesin üzün tutulna dedi. Peygamber sen ne mi ekeldi? Kur'an-ı Kerim Allah'ın Peygamber ekeldi. Ama vehidin, Kur'an'dan başka yine Peygamber ekelgen sünnetler var. Bunu demek şimdi. Hem de bu ayetin özü sebebi nuzul has olsun mu yani ki pey'i meselesi ki üzüden taksim kılıştaki meselesinden. Lakin bununki hükmünü bu on. Dedi Allah Teala yine وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Böyle sözlemeydi Muhammed Aleyhisselam özlüki nefsidin. Yani özlüğüden, koğunum keştin. Böyle koğunum tatlı deyip ne kılmaydı o? Sözlemeydi o. Ne takkadığı sözlüğüne gel. Mayentik sözlemeydi o duvadı Allah. Allah guvalık bir biz duvadı dedik. Ey müminler. Ma Muhammed Aleyhisselam'ın ağız çıkan nesi özlüğü ma silah okşaygan ma koğunum tatlı. Nefsim tatlı deyip bunda söyleyeceği sözlemez ma ağzı çıkan gel. Ne mi deydi o? İn huve illa vahyu yuha. Mene bu Muhammed Aleyhisselam sözləvatqan nəsə faqat vahiy qılınğan. Muhammed Aleyhisselam'a Allah Taala'dan Cibril Aleyhisselam arqılıb mene Muhammed Aleyhisselam'a nima qılğan düşürülgən nima deydi o? Vahiy deydi. Bu nima? Onda olsa Kur'an-ı Kerim Peygamber'e düşürüp tamakın. Bu vahiy olsun. Peygamber Aleyhisselam olsa mene bu yer nerede xas qıvalısınız? Mesela bu Kur'an degen gap, bu elçi degen gap emas. Nereden tepip aldınız bu gapni? Bu yer am. Yani demek Peygamber Aleyhisselam'daki ağzı çıkan her kandak nersin üzü nime oludu? Vahiy oludu. Yani Allah Teala tarafından düşürülgen nime o? Vahiy. Çok boğan buludu. Bunu karta din tarafı olan zat vahiy. Yani bunun eldisindeki üzü dedik. Sünnet-ül huda ve sünnet-ül adet var. Yani ekşi olur, adem bulur. Mana Arab milleti uş itibardan işlerini kıldı bu sünnet udan. Eğer o adam onu Peygamber'e müştak kıldı da müştaksı yaxşı ama o nima zorlukçu emas. Ama sünnet uda da vatkan nasi var. O nima ibadet şeklini, ibadet usulünü tüs ağan. O çalınca bunu ergişimdi boğamlıdı. Vacip perço boğamlıdı. Yine dedi Allah Teala Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum. Disili Muhammed Aleyhisselam. Eğer sizler Allah'ını yaxşı görsəңlər. Biz Allah'ını yaxşı görürüz. Allah'ın emri şu boyunca men iş qılmaz. Allah'ın sözü var Kur'an-ı Kerim ergişimiz. Deydiğin bolsanlar, deydi Muhammed Aleyhisselam.
Allah Teala Muhammed Aleyhisselam dedi ki de pettebiuni. Onda olsa Allah'ın yaxşı man ergişin. Nim degan gap bu? Bu yerda ergişin degan gapning o'zi Muhammed Aleyhisselam hayat vaqtining o'zida shu sabır degan gapmi yoki oxirgi zaman bo'lgan? Mana bütün musulmonlarga degan gapmi? Payg'ambar Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin Payg'ambar Aleyhisselamga nimasiga ergishimiz? Sünnetke, rivayet kılınan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, İbn Majah, Abu Davud, Nesai, İmam Ahmed, İmam Malik'in kitaplarına ve İmam Tahavi'nin kitaplarına, İmam Tabrani'yi rivayet kılan kitaplarına ne kılmaz? Onuğa Sahih dep kalan yedisi çok, bunuğa için ne kılmaz? Ergişimiz. Ergeçsek anladık ki Peygamber Sallallahu ergeçken olmuş, şuna Allah'ın söygelliğinin bu ifadesi. Eğer onu ergeçmek durup Allah'ın söylemesi bulan da o sahtekar. Ben müşdak sana Allah seni yaxşı gördü. Mal ergeçip, ben neyme degen bolsam şu bir ergeçip sana Allah seni yaxşı gördü. Şununla birlikte senin günahını ne kıldı? Ben mağada Peygamber'e ergeçti deyip Allah senin günahını mağfiret çok kıldı. Dep Allah Teala men bu ayeti müştahat dedi. Anda oğan iken men sünnetke ergişniki ne kadar muhim ekanligini. Men Allah'ını yaxşı görmen, Allah nemesi şuna ergişmediği adam qanday qilish kerakkan? Bak Kur'an emasmi? Kur'anchilarniki o'zini deb baqili, so'rab baqili. Mushu oyat bormi Qur'oni Karimda so'rab baqirning bosh tarafida yo'qmi? Bu nima deb tushuntirdi bu? Bular shundoq jahil, shundoq nodon bu. Bunda xalq bu. Endi bizning Uyg'urlarning ishi kirib olgan, mushundaq bir nimalar bor, Qur'onchilar biz deb qilayotgan, bu tegidan arabcha o'qib baxmagan, hech medres yuzlik ko'rib baxmagan, hattoki o'zlarining ilmi bor degan ilmning o'zi islom dinimizdagi ilmiga zid bo'lgan, otisniki, kommunistniki kitob maktabida o'qib, shu orqali ma'lum darajada ilm oldim deb shuniki nim qotgan gap. Bu qanday ilm bo'ladi buning? Nima uchun bu odamniki bu dinga ya o'qib baxgan, ya qilib baxmagan odam nima uchun dinga bundoq bu kishilarniki o'zidan gap qila olmaydi? Chunki İslam dinimizi qo'g'daydigan rasmiy bir nima yo'q, kuch yo'q. Turmush yo'q, askari yo'q yoki saqchisi yo'q. Shu yerdan nima qotgan gap? Shu yerdan anadiki o'zi qolganni kallasi kelgan deyotgan gap. Mana Payg'ambar sollallohu shu yerga islom dunyosida ash dinga qarshi aytgan gap qolgan o'zi shu vaqtning o'zida, men xilofat vaqtining o'zida tutib, sotlab, tilni kesib, kallasi kesdi. Bunda bir hozir hokimiyat qo'g'daydigan hokimiyat bo'lmagandan keyin Hemmadan o'zining hissiyat qarab qo'ygandan keyin shunga ashundoq qilib o'sha ishni çok qilayotgan gap. Endi dedi Alloh taolo: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulloha wal yawmal akhir." Wal yawmal akhir. Jazman sil uchun fi Rasulullah Allah'ın elçisi. Kim o Allah'ın elçisi? Kim o? Jazman sil uchun ey musulmonlar Allah'ın elçisi olan Muhammed Aleyhisselam'dan usvetun hasenetun. Güzel bir örnek var değil. Güzel bir örnek, güzel bir namuna var. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın bütün vücududan sile ergeçkedek bütün namunu hemmisi var. Anda namunu uyad olgan iken namunu qarab iş kılımız ya biz. Anda şu adamın ne kılımız ergeçimiz. Kimge? Limen kana, limen deganda lakumdan bayandaydı. Anda bir kishi chiqib bo'ldi, men Allohni umid qildigan, Allah bir deydigan va qiyomat kuniga iman edilen kişiler için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da men güzel bir örnek, güzel bir işçi var. Ama Allah iman etmegen, kıyamet günüge iman etmegen adam için bunu yok. O da ne deydi? Muhammed Aleyhisselam işi yok bizdeki, elçilik tügüdü o işi deydi hazır kadar. Men bu nima degan oyatga asosan imonsiz degan gap bo'ladi. Şu an ulamolarimiz ko'pincha hozirgi deyilayotgan Qur'onchilarniki mana buni nima deydi? Murtad, ya'ni dindan chiqdi deymish oyatga asosan. Jiq oyatlar bor, tuvanda endi keladi endi. Yine dedi Allah Teala فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah Teala şuna deydi ayette mi? فَلَا وَرَبِّكَ La degan ziyade seniki Rabbine qasam qilma ki Muhammed Aleyhisselam, yani özen bilen deydi. Mümin bulamaydı ma kişiler. Men mümin deydi, bular mümin bulamaydı hakiki. Hatta ki mene tahkim qilganlar ular senin öz o'ttursa talışıp qalgan narsadir.
öz otursa bunu kanda ikkenligini uqamagan her qandaq narsa üzüden seni hakimiyet töpüsüge açıkıp seniki sözüngni şu aşlarındaki işin töpüge açıkıp neyin bunu şu amel kılman dep hadis boyunca qılmagan kişiler bu haqiqiy mu'minçi bolamaydı. Bolamaydığı men cezmen özem bilen qasam qılmayı Muhammed Aleyhisselam deydi. Onu deyken ulan öz nefsiden sen hüküm kan nersini hiç kanda bir sıkırış. Hiç kadamada bombap diken nersi üzlüki nefsini kılamaydı, tapamaydı. Sen hüküm kıldın, mındak kendidin. Şu hükümün üzerine ula üzlüki nefside cezmen, benim ma bombap diken, haçep bup kaptı, deydiğin nersi bomması gerek, itiraz ya ki narazılık. Ve yüsellimu teslimen. Bula, mene bütkül vücudunu sen beketken, ekegen mühendisinin üzgen, umumizlik tapışılmak için bu hakikaten bulamaydı o müminler. Bulamaydı bula. Hakikaten ben mümin, Müslüman davası mı? Mümin, Müslüman çok bulamaydı, bulamaz. Öz nefsi bilen ne bakalım deydi o. Allah Teala kasem kılmen depmiş takçut deydi. Yani demek ben müşahede bir kança ayet okuluptu. Muşu ayet asasen İslam dinimizde sünnetdeki ne kadar mühim ikenligi. Mene Allah Teala nemede buyuruptu. Men muşnuda nemişçe her kandak anlığa adamı terzimizni okuduk. Muşnu uqa adam üz bilalaydı. Bu nemde inkar kıvatkan ya andan munda tıvatkan adam bu ayetken neme deydi. Hem de hazır bu doğruluk bu babninki yine bir kança ayetleri var. Vakti itibarından hazır bu dersimizi müşahekçe toxtutimiz. Mene Allah Teala hemmimizni meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti boyunca amel kılgan, hakikat düşünülgen, şu boyunca bütkül vücuduna amel kılıp, meni hata bir itikat, hata bir közüneki üzüden saklap kılıştın Allah saklap kalsın, Allah muvaffak kılsın. Ve ahir da'vana elhamdülillahi Rabbil alemin.